Diqqat xalq tezkor xabar. Bugun 29-iyul chorshanba kuni O'zbekiston bo'ylab quruq, kam bulutli va issiq ob-havo kuzatilmoqda. Respublika hududida yog'ingarchilik kutilmaydi. O'zgidromet ma'lumotlariga ko'ra, iqlimiy me'yordan 2-3 daraja yuqori bo'lgan harorat ko'rsatkichlari quyidagicha. Hududlar bo'yicha kunduzgi harorat: Toshkent shahri va markaziy viloyatlar kunduzi +38 darajadan +40 daraja atrofida issiq bo'ladi. Shimoliy, janubiy va cho'l hududlari eng yuqori harorat Qoraqalpog'iston, Xorazm, Buxoro, Navoiy, Qashqadaryo va Surxondaryoda +41 darajadan +42 darajagacha ko'tariladi. Muhim ogohlantirishlar: kunduzgi soatlarda 12:00 dan 16:00 quyoshning ultrabinafsha nurlanish indeksi o'ta yuqori 9-10 ball darajaga yetmoqda. Ochiq havoda uzoq qolmaslik va bosh kiyim kiyish tavsiya etiladi. Shamol ayrim hududlarda tezlashib, chang-to'zonlar kuzatilishi ehtimoli bor. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.